Bugun siz Midjourney mavzusidagi ko'nikmalaringizni oshirishda davom etasiz. Ushbu darsda siz turli o'lchamdagi tasvirlarni qanday yaratishni va to'g'ri tomonlar nisbatini tanlash, vizuallaringizning kompozitsiyasini, kayfiyatini va maqsadini qanday qilib darhol o'zgartirish mumkinligini bilib olasiz. Xo'sh, boshlaymiz. Nima uchun rasm o'lchami muhim? Midjourneydagi tasvir o'lchami shunchaki texnik tafsilot emas, bu butun sahnangizning asosidir. Midjourneyda tasvir o'lchamini tanlaganingizda aslida tomonlar nisbatini, kenglik va balandlik o'rtasidagi munosabatni tanlaysiz. Bu kadrga sahnaning qancha qismini sig'ishini, kompozitsiyangiz qanday o'tishini va hatto tomoshabin tasvirni qanday o'qishini ham belgilaydi. Midjourneyda aspekt nisbatlari qanday ishlaydi? Midjourney sizga tomonlar nisbatlarini ikki xil usulda aniqlash imkonini beradi. Interfeysdagi rasm o'lchami sozlamalari orqali bu tomonlar nisbatini avtomatik ravishda sozlaydi. So'rovingiz oxirida AR parametrini qo'shish orqali, masalan, AR 3:2 nisbat. Ikkala usul ham Midjourneyga boshqa biror narsa yaratilishidan oldin ramka qanday shakllantirishni kerakligini aniq aytadi. Aspekt nisbatlari bilan mashq qilish. Tasavvur qiling, mijoz qishki tog' kurorti uchun vizual materiallar so'rab murojaat qiladi. Ularning birinchi iltimosi ijtimoiy tarmoqlardagi postlar uchun chiroyli tasvirlar. Turli platformalarda qayta ishlatishingiz mumkin bo'lgan moslashuvchan narsa. Ushbu turdagi universal post uchun standart 1:1 nisbat tasvir juda yaxshi ishlaydi. Deyarli har bir kanalda toza, markazlashtirilgan va platformaga mos keladi. Bu yerda AR 1:1 nisbatini ishlatdik. Ko'rishingiz mumkin, biz o'zimizga to'g'ri kelgan nisbat bilan mukammal rasm yaratishga harakat qildik. Rasmlar ajoyib ko'rinadi, lekin siz ijtimoiy media qanday ishlashini bilasiz. Qisqa hikoyalar lenta postlari kabi muhimdir. Endi mijozingiz Instagram hikoyalari uchun foydalanishi mumkin bo'lgan bir nechta vizual materiallarni xohlaydi. Mijozingiz rasmlarning qanday chiqqanini juda yaxshi ko'radi. Endi ular o'z veb-saytlari uchun vizual materiallarni ham xohlashadi. Bu esa mehmonlarni shinam tog' uylarini buyurtma qilishga ilhomlantirish uchun fotogalereyadan namoyish etishlari mumkin. Keling, tomonlar nisbatini shunga mos ravishda o'zgartiraylik. Nima uchun aspekt nisbati muhim? Aspektlar nisbati Midjourney sizning sahnangizni tasvir qilish uchun foydalanadigan birinchi cheklovidir. Qattiq, baland ramka diqqatni jamlashga majbur qiladi. Keng panoramali ramka atmosfera uchun joy yaratadi. Kvadrat ramka hamma narsani markazda va muvozanatda saqlaydi. Nisbatni o'rnatganingizdan so'ng tafsilotlari o'sha shaklda moslashadi. Shuning uchun uni ataylab tanlash aniqroq va maqsadli tasvirlarga olib keladi. Klassik aspekt nisbatlari bo'yicha xiyla nayrang varog'i. Kvadrat va muvozanatli. 1:1 nisbat toza markazlashtirilgan mahsulotlar, avatarlar, toza panjara postlari uchun ideal. Tabiiy va fotografiya uslubi. 3:2 nisbat landshaftlar, veb galereyalar uchun klassik kamera formati. 2:3 nisbat portretlar, plakatlar, kitob muqovalari uchun juda yaxshi. 4:3 nisbat an'anaviy fotosurat va ekran nisbati bloglar va elektron pochta xabarlari uchun juda yaxshi. 3:4 nisbat tahririyat portretlari yoki mobil vizual uchun uzunroq versiya. Ijodiy aspekt nisbatlari bo'yicha xiyla nayrang varog'i. Keng formatlar. 16:9 nisbat bannerlar va YouTube'da eskizlar uchun kinematik keng ekran. 2:1 nisbat panoramali hikoya qilish landshaftlar uchun juda mos. 6:5 nisbat biroz keng turmush tarzidagi suratlar va ijodiy eskizlar uchun juda yaxshi. Vertikal formatlar. 5:6 nisbat biroz baland, ko'pincha bosma, badiiy ko'rinish. 9:16 nisbat mobil qurilmalar uchun vizual materiallar, Reels, TikTok, Shorts, vertikal reklamalar. 1:2 nisbat nihoyatda baland, moda, mavhum, san'at yoki aylanuvchi plakatlar uchun ideal. Hajmi ramkani shakllantiradi. Endi siz aspekt nisbatlari sahnangizning shakli va oqimini qanday boshqarishni tushunganingizdan so'ng, siz tasvir kompozitsiyalarining birinchi qatlamini ochdingiz.
Tasvir o'lchami sizning dunyoyingiz chegaralarini belgilaydi. Ichkariga nima mos keladi, nima kesiladi va tomoshabin sahnani qanday o'qiy boshlaydi. Keyingi darsda siz turli nuqtai nazarlardan foydalanib, tomoshabinning o'sha kadr ichida qayerda turishini qanday ko'rsatishni o'rganasiz. Vizual hikoya qilish qobiliyatingizni oshirish bo'yicha qo'shimcha maslahatlar uchun bizni kuzatib boring.